Ha? Sirojniki? Et nima o'zi? Qanaqadir zavodmi yo lekin uyga o'xshamayapti. Zavodni ismini qiladi. Qadrdonlar, bu nima bu yer? Biz hozir Qarshidan Buxoroga qarab yurganmiz. Nimadan o'tdik? Muborak yo'lidan. Ha, Muborakka kirdik-a. Yashni yo'lidamiz. Yop yorib narsa bor ekan. O bino ham g'alati bino ekan. Qandaydir. Buni artistga ham bor ekan bu yerda. Zavod shekilli gaz yonyapti-yu. Ha? Muborak magistral gaz baza ekan bu aka. Artistga bor desam gaz kelyapti. Omoda katta ekan. Baza ekan. Yo'lda ketyapmiz qadrdonlar shu gaz bir balosini oldida. Neft baza. Charchab olmayapsan? Yo'l Sataq akammi? Bu yo'l. Nari yo'lda maza qilib keluvdik. Bu yerda bitta dang'illatib tushdik, nima oldikini endi bilmayapmiz. Yo'l polni dakar. 60 ta o'tmayapti. Nari yo'lda maza qilib kelyapmiz, 120-130 qilib. Oldimizda ham hech kim yo'q. Nariyadan kelayotgan mashinada. Muborakdan o'tgandaga nima cho'lga kiramizmi? Qanaqa joyga? Buxoroda burchilarga borib o'ng qo'lga ketamiz ekan. Buxoroga tutashayotgan yo'l ekan. Gaz quyib olamizmi, quymaymizmi? Nima bo'ladi? Yo'l sal yaxshilashdi. Ularni o'qiymiz-da hozir. Muborakka 10 kilometr, Buxoroga 100 kilometr. Ro'mik o'rta buloq, Buxoro o'rta buloq. Muborakka hali yetib kelmabmiz. Nukusga 650 kilometr. Nukus Qoraqalpoqda. Katta nimami? Qoraqalpog'iston Respublikasining eng katta nimasi. Orol dengiziga borganmiz. Orol dengiziga bormaganmiz. Mana bu Qoraqalpoqda eslaydiganlar bo'lsa 10 kun, 15 kun yashaganmiz. Ha, lekin nima qilayapti? Poyezd yo'li naydamidi? Ishlayotgan joylari. Yonida. Uyqusi kelganda ho'di. Nima qilasiz? Ashit qizig'ing. Mashinani to'xtatib dam olamiz-da. Qadrdonlar, uyqusi kelganda ho'ding deydi. Nima qilamiz? Mashina minishmaydi ular. Gapirib ketdingda iltimos qilish kerak ularga. Bo'lmasa tirsa dublaj boradi. Biz hozir Buxorodan ham o'tib ketamiz, surprizli joyga ketyapmiz. Yo'limiz 500 kilometr ko'rsatyapti. Kilometrda topinglar qayg'ariga. Svet o'chirmasa bo'lmaydi ekan. O'chiring. Bye. Like bosmayapsizlar qadrdonlar. Qorong'ida manaqa zerikkanda video qilib ketyapmiz endi. Chambarlar taqib qo'lga kelyapti. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.